Mana shu uchastkani bitishini bitta tasavvur qilib ko'ringlar-da. Полностью amerikanskiy stilda qurilgan, 80% ishi bitgan 6 sotuli ushbu uchastkamizda Mirzo Ulug'bek tumani Amir Temur mahallasida joylashgan bo'ladi. Mahallada suv, svet, gaz, kanalizatsiya hamma narsa bor. Uchastkamiz 3 etajdan iborat, 4 urinda, binoning maydoni 500 kvadratdan ham ko'proq bo'ladi. Planirovkasini ko'rishimiz mumkin. Chiroyli zelyoniy zona, darvozaxonani ko'radigan bo'lsak, uni tepasida zal, mehmonxona ham joylashgan. Bundan tashqari binoning yon taraflama chiroyli letniy kuxnalarga ham joy tashab ketilgan. Asosiy binoga keladigan bo'lsak, kirishimiz mana shunaqa chiroyli xoll bilan boshlanadi. Xonalar ketma-ket joylashgan. O'ng qo'lda birinchi xonamizda kuxnani ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari bitta katta zal, mehmonxona, plus bitta katta yotoqxonasi alohida sanuzul bilan birga bo'ladi. Bundan tashqari yana bitta umumiy sanuzul joylashgan. Ikkinchi etaj keladigan bo'lsak, uni o'zi mana shunaqa xoll bilan boshlanadi. Xonalar ketma-ket joylashgan, plus terrasani ham ko'rishimiz mumkin. Bittasi katta zal, mehmonxona ko'rinishida, bitta umumiy sanuzul, yonida yotoqxona joylashgan bo'ladi. Bundan tashqari yana bitta katta yotoqxonasi, alohida garderobi ham bor. Endi 3-etaj keladigan bo'lsak, uni o'zida bitta sanuzul, yotoqxona, xoll va katta zal ko'rinishida xona joylashgan. Va oxiri -1-etajga tushamiz, podvalimizda yaxlit holatda uni o'zi xonalarga ham bo'lib tashlangan. Ko'rib turganlarda elektrika, santexnika, oqsuv hamma narsa qilib qo'yilgan, narxi joyida kelishiladi, pastda egalarining nomeri.